Mana shu shikoyatlar bilan shu Robiya klinikasiga keldim. Men ko'p yildan beri shu bel grijasi bo'yicha 2 marta operatsiya bo'ldim. Oyoqlarim ishlamay parez bergan edi. Oxiri shu Robiya klinikasini oqtarib, shu toshkentliklar nevropatolog Elyorbekni tavsiya qilishdi. Bizni Quvali bir opamiz lecheniya olgan ekan, shu yerda biz lecheniya oldik, shu yerda biz effekt berdi. Yaxshi muolajalar, yaxshi doktorlar, mutaxassislar deyishdi. Shu yerga kelgan paytimda shu kinezologiyani shu yerda ko'rib qoldim. Keyin buni Elyorbekning ukalari Abdulaziz doktor ekan. Shuning bilan ko'rishdim. O'tgan oyda keyin kineziterapiyani, fizioterapiyalarni shu yerda oldim. Xudoga shukr, ancha menda o'zgarishlar bo'ldi. Lekin effekt Allohga shukr oldingidan ko'ra bu safargisi ancha o'zimda bilinyapti. Mana bugun ancha bir joylarga borib bozorliklar qilib keldim. Allohga shukr. Shu obedgacha safar chiqib ketgan bo'yimcha obedgacha bozorlarda yurib ham oyoqlarim og'rimay, Xudoga shukr. Harakatlarim ancha cheklanib qolgan edi-da. O'zgarishlar o'ta katta. Doktorlarga minnatdorchiligimni bildiraman. Doktorlarga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hamma bemorlarga Alloh subhanahu va taolo o'zi shifo komil bersin. Ular qatoridan bizga ham shifo bersin.